Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 5-iyun kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 30-32 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Muhim hodisalar 4-5-iyun kunlari tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin deyiladi xabarda.